Fevral oyi ko'p orzularning qabristoni. Agar yanvar oyida bergan va'dalaringiz hozirga kelib so'na boshlagan bo'lsa, xavotir olmang. Siz yolg'iz emassiz. Bugun biz vaqtni cho'zmaymiz va darhol sizning hayotingizni 2026-yilda butunlay o'zgartiradigan, dunyoning eng sara kitoblaridan saralab olingan 10 ta oltin odatga o'tamiz. Mana sizning muvaffaqiyat xaritangiz. Birinchi odat: kichiklikning ulkan kuchi. Keling, eng katta yolg'ondan boshlaymiz. Katta natija uchun katta harakat kerak. Bu fikr bizni falaj qiladi. Oldimizda turgan ulkan maqsadni ko'rib, qo'rquvdan joyimizdan jila olmaymiz. James Clear o'zining afsonaviy Atom odatlar kitobida bu yondashuvni chilparchin qiladi va bizga 1% qoidasini taklif etadi. Tasavvur qiling, siz bugun kechagidan atigi 1% ga yaxshiroq bo'ldingiz. Arzimas o'zgarish, shundaymi? Ko'zga ham ko'rinmaydi. Lekin matematikaning sehri shundaki, agar siz yil davomida har kuni 1% ga o'sib borsangiz, yil oxirida siz yil boshidagiga nisbatan naq 37 barobar kuchliroq, aqlliroq yoki samaraliroq bo'lasiz. Aksincha, har kuni 1% ga orqaga ketsangiz, 0 ga qarab sho'ng'iysiz. 2026-yilda inqilob qilishni to'xtating. Evolyutsiyani boshlang. Savol: qanday qilib boyib ketaman emas, qanday qilib bugun kechagidan ko'ra bitta ortiq sahifa o'qiyman yoki bitta ortiq mashq bajaraman bo'lishi kerak. Kichik g'alabalar katta zafarlarning poydevoridir. Ikkinchi odat: o'zingiz bilan uchrashuv. Tongi mo'jiza. Ko'pchiligimizning tongimiz qanday boshlanadi? Ko'zimizni ochib telefonga yopishamiz. Ijtimoiy tarmoqdagi begona hayotlar, dunyodagi salbiy yangiliklar, ishxona chatidagi muammolar. Uyg'onganimizga 5 daqiqa bo'lmay miyamiz begona axborotlar axlatxonasiga aylanadi. Biz kunni o'zimiz boshqarmaymiz. Kun bizni boshqarishni boshlaydi. Biz reaktivmiz, proaktiv emas. Hal Elrod Tongi mo'jiza kitobida buning davosini taklif qiladi. Uning falsafasi oddiy. Agar siz kuningizni birinchi soatini g'olib sifatida o'tkazsangiz, qolgan kun ham sizniki bo'ladi. Bu ertalab soat 4 da turish haqida emas. Bu uyg'onganingizdan keyingi dastlabki vaqtni, garchi u 20 daqiqa bo'lsa ham, tashqi dunyodan uzilgan holda faqat o'z ichki dunyoyingizni tartibga solishga bag'ishlash haqida. Sukunat, meditatsiya. Bu xuddi uzoq safarga chiqishdan oldin kompasni to'g'rilab olishga o'xshaydi. Agar kompas noto'g'ri bo'lsa, qancha tez yugurmang, baribir noto'g'ri manzilga borasiz. Uchinchi odat: eng xunuk baqani yutish. Sizda ham shunday bo'ladimi? Kun bo'yi nimadir qilasiz, juda band ko'rinasiz, lekin kechqurun bugun o'zi nima qildim degan savolga tayinli javob topa olmaysiz. Muhim ishlar qolib ketadi. Mayda-chuyda yoqimli ishlar esa vaqtingizni yeb bitiradi. Bu prokrastinatsiyaning eng ayyor ko'rinishi. Biz qiyin ishlardan qochib, oson ishlarga yashirinamiz. Brian Tracy o'zining mashhur kitobida buni ajoyib metafora bilan tushuntiradi. Agar ertalab birinchi bo'lib tirik baqani yeb qo'ysangiz, kun davomida bundan yomonroq narsa bo'lmasligini bilib, xotirjam yashaysiz. Sizning baqangiz bu siz eng ko'p qo'rqayotgan, eng qiyin lekin hayotingizga katta ta'sir qiladigan o'sha bitta muhim vazifa. Biz uni tushdan keyinga, kechqurunga qoldiramiz. Kun davomida bu baqa miyamizning bir burchagida o'tirib, bizni stressga qo'yadi, energiyamizni so'radi. 2026-yildagi yangi qoidangiz: baqani ertalab, hali irodangiz to'la paytda yeb qo'ying. Shundan so'ng kunning qolgan qismi yengil va g'olibona o'tadi. 4-odat: diqqatni jamlash. Biz chalg'ishlar asrida yashayapmiz. Bildirishnomalar, qo'ng'iroqlar, cheksiz lentani aylantirish, bizning diqqatimiz soniyalarga bo'linib ketgan. Natijada biz sayoz ish bilan bandmiz. Haqiqiy qiymat yaratadigan, katta aqliy kuch talab qiladigan ishlarga esa toqatimiz yetmaydi. Kel Newport diqqatni jamlash san'ati kitobida ogohlantiradi. 21-asrda diqqatni uzoq vaqt bir narsaga qarata olish qobiliyati eng kamyob va eng qimmatli valyutaga aylanadi. Yangi odatingiz: har kuni o'zingizga chuqur ishlash bloki ajrating. Mayli, boshlanishiga 60 daqiqa bo'lsin. Bu vaqt ichida telefon boshqa xonada, internet o'chirilgan, eshik yopiq, faqat siz va sizning eng muhim vazifangiz. Bu vaqt ichida siz yaratadigan natija chalg'ib ishlagan 4 soatlik natijadan ko'proq bo'ladi. Bu super kuchga ega bo'lish degani. 5-odat: moliyaviy erkinlikning birinchi qadami. Keling, pul haqida gaplashamiz. Ko'pchilik oylik maoshini olganda nima qiladi? Avval kvartira to'lovi, keyin oziq-ovqat, kiyim-kechak, kreditlar, o'yin-kulgu va oy oxirida cho'ntakda hech narsa qolmaydi. Biz hamma narsaga va hammaga to'laymiz, faqat
o'zimizdan boshqa. Morgan Housel pul psixologiyasida, Robert Kiyosaki esa boy ota kambag'al otada bir xil fundamental haqiqatni takrorlaydi. Avval o'zingga to'la. Bu oddiy lekin inqilobiy odat. Daromadingiz qo'lingizga tushishi bilan uning ma'lum bir qismini, masalan 10% ni darhol jamg'arma yoki investitsiya uchun olib qo'ying. Bu pul go'yo siz uchun mavjud emas. Uni kelajakdagi o'zingizga yuborilgan soliq deb hisoblang. Qolgan 90% ga yashashni o'rganasiz. Bu odat sizdagi iste'molchi psixologiyasini investor psixologiyasiga o'zgartiradi. Boylik qancha topishingizda emas, qancha saqlab qolishingizda. 6-odat, yo'q deyish kuchi. Biz ko'pincha bandlikni samaradorlik bilan almashtiramiz. Hamma narsaga ulgurishga harakat qilamiz, hammaga xo'p deymiz, hamma imkoniyatga yopishamiz. Natijada kuchimiz sochilib ketadi. Muhim narsalarga energiyamiz qolmaydi. Greg McKeown Essentialism kitobida bizni kamroq lekin yaxshiroq tamoyiliga chaqiradi. Muvaffaqiyat bu ko'proq narsa qilish emas, balki keraksiz narsalarni hayotingizdan shafqatsizlarcha kesib tashlashdir. Eng muhim bo'lmagan iltimoslarga, uchrashuvlarga, loyihalarga yo'q deyishni o'rganing. Har bir xo'p deganingizda siz aslida boshqa bir muhimroq narsaga yo'q deyayotgan bo'lasiz. O'z vaqtingiz va energiyangizni qadriga yeting. Aks holda boshqalar uni o'z maqsadlari yo'lida ishlatib yuborishadi. 7-odat, aql ozuqasi, murakkab foiz effekti. Tanamiz sog'lom bo'lishi uchun har kuni ovqatlanamiz, lekin nega ongimizni och qoldiramiz? Ko'pchilik o'qishni maktab yoki universitet bilan tugagan majburiyat deb biladi. Vaholanki dunyo shiddat bilan o'zgaryapti va kechagi bilim bugun eskirdi. Darren Hardy murakkab foiz effektida aytganidek, bilim ham xuddi pul kabi foiz keltiradi. Har kuni atiga 30 daqiqa foydali kitob o'qish yoki audio podkast eshitish odati bir qarashda arzimasdek tuyuladi, lekin bu yiliga 10lab kitoblar degani, 5 yilda 100lab. Bu bilimlar bir-biriga ulanib sizning dunyoqarashingizni, qaror qabul qilish qobiliyatingizni butunlay boshqa darajaga olib chiqadi. Ongingizni sifatli ma'lumot bilan oziqlantiring. Shunda hayotingiz sifati ham oshadi. 8-odat, ichki kuzatuvchi. Biz ko'pincha avtopilot rejimida yashaymiz. Kunlarimiz bir-biriga o'xshash, xatolarimiz takrorlanaveradi, chunki biz to'xtab, men o'zi qayerga ketyapman? Bugun nima qildim? Nima uchun? deb o'zimizga savol bermaymiz. Qadimgi filosoflardan tortib bugungi zamonaviy liderlargacha ularning barchasi jurnal yuritishadi. Ya'ni o'z fikrlarini qog'ozga tushirish odatiga ega. Bu shunchaki kundalik voqealarni yozish emas, bu o'z his-tuyg'ularingizni, qo'rquvlaringizni, g'alaba va mag'lubiyatlaringizni tahlil qilish jarayoni. Kechqurun 10 daqiqa ajrating. Kuningizni sarhisob qiling. Nima yaxshi o'tdi? Nima yaxshiroq bo'lishi mumkin edi? Qaysi vaziyatda noto'g'ri reaksiya bildirdingiz? Bu odat sizni o'z hayotingizning passiv kuzatuvchisidan faol rejissyoriga aylantiradi. Yozilmagan fikrlar bu shunchaki miyadagi shovqindir. 9-odat, tana energiyasi. Biz miyamizni tanamizdan alohida narsa deb tasavvur qilamiz, lekin haqiqat shundaki, bizning aqliy holatimiz, kayfiyatimiz va energiyamiz bevosita jismoniy holatimizga bog'liq. Harakatsiz tana bu turg'unlashgan energiya va tuman bosgan miya demakdir. Robin Sharma o'zining Soat 5 da turadiganlar klubi kitobida tonggi ritualning ajralmas qismi sifatida intensiv jismoniy mashqni ko'rsatadi. Gap olimpiada chempioni bo'lish haqida emas, gap tanani uyg'otish, qon aylanishini tezlashtirish va miyani kislorod bilan to'yintirish haqida. Kuniga 20 daqiqa terlash, tez yurish yoki yugurish bu sizning samaradorligingiz uchun eng yaxshi dori. Jismoniy tetikliksiz aqliy tiniqlik bo'lmaydi. 10-odat, ertangi kun bugundan boshlanadi. Va nihoyat, 10-odat. Ko'pchilik ertalab uyg'onganda eng katta xatoga yo'l qo'yadi. Bugun nima qilsam ekan deb o'ylashni boshlaydi. Bu savolning o'ziyoq sizning ertalabki cheklangan iroda kuchingiz va energiyangizni katta qismini yeb bitiradi. Qaror qabul qilish bu energiya talab qiladigan jarayon. Brendon Burchard yuqori natijali insonlarni o'rgangan holda ularning deyarli barchasi ertangi kunni oldindan rejalashtirishini aniqladi. Uxlashdan oldin ertangi kunning eng muhim 3 ta vazifasini aniqlab yozib qo'ying. Ertalab turganda sizda aniq harakatlar rejasi bo'ladi. O'ylashga vaqt ketkazmaysiz, shunchaki bajarishni boshlaysiz. Bu oddiy odat sizga kunni ishonch bilan boshlash imkonini beradi. Dunyoning eng buyuk aqllaridan olingan, hayotda sinalgan va vaqt sinovidan o'tgan 10 ta oltin odat. Hozir sizda kuchli motivatsiya paydo bo'lgan bo'lishi mumkin.
hammasini ertadanoq boshlayman degingiz kelayotgandir. To'xtang, bu eng katta xato bo'ladi. Tizimni birdaniga o'zgartirib bo'lmaydi. Bu yana o'sha eski yangi yil sindromiga olib keladi. Tez yonib, tez o'chasiz. Sizdan iltimos, bu ro'yxatdan faqatgina bitta odatni tanlang. Qaysi biri sizning hozirgi vaziyatingizda eng katta o'zgarish yasashi mumkin? Qaysi biri sizga eng oson tuyulyapti? O'shani tanlang va keyingi 30 kun davomida faqat shu bitta odatni shakllantirishga diqqat qarating. Uni hayotingizni ajralmas qismiga aylantiring, keyingina ikkinchisiga o'ting. Esingizda bo'lsin, 2026-yil siz bir marta katta sakrash qilgan yilingiz emas, balki kichik, to'g'ri qadamlarni har kuni tashlagan yilingiz bo'lsin. Muvaffaqiyat bu natija emas, bu hayot tarzi. Xo'sh, siz qaysi odatdan boshlaysiz? Tanlovingizni izohlarda yozib qoldiring. Bu sizning birinchi kichik qadamingiz bo'lsin. Bugungi videoda ko'rgan 10 ta oltin odatni har kuni eslab yurishingiz uchun PDF variantini tayyorladim. Uni hoziroq Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Link tavsifda va birinchi izohda qoldirildi.